Azınqayda tabınlarımız mulluğu için turuşkan avul xo'jaligi xizmatkorlarini zo'rlab bayram şarası o'tdi. Onda әлеге tarmoqda loyiqli xizmat qo'yishi olinganlari veteranlar xo'jalik yetakchilari bilgishlar qatnashdi. Montana avul turmushini tasvirlagan teatrallashtirilgan ko'rinishlar bilan boshlanib ketdi. Avul xo'jaligi xizmatchilari bilan bарлык Oslaqay xalqын тәбрик etamiz. Avul xo'jaligida ishlovchi xizmatkorlarimizni avul xalqын chin ko'ngildan shu bayram bilan tebrik etamiz. Uluslarımız da var. Allah'a şükür. Bu yıl indi yıl bir jengil olmadı. Şuna qaramasdan bizning iginchilarimiz olgan ipilarimizni jiyib oldilar. O'rtacha alыныш 16 sentner, bарлыгы 75 bin tonna ipler jiyib olindi. Oziq hazırlandı. Var salındı. Tilikçilik bo'yicha mumkinda rayonimiz önüne 200 tonnadan ortiqroq tutsa var. 20 kilogram bersa sizgan yerdan qaraganda 40 tonnaga ko'proq Hamid Respublika ko'lamida biz qulluqda boramiz. Shu sut bo'yicha bunday bizning investorlarimizdan o'sha xo'jaliklarimizni o'sha yerlarimizni o'sha Qulluqlarımız bir yaxşı, şu yılga qaramasdan bарлык avul xo'jaligi xizmatchilariga shu zo'r bayram bilan tebrik etamiz. Ularga bir zo'r rahmat. Ular bizning 365 kun yilona alışib ishlaylar. Hamda shu xizmat natijasida Allohga shukr, Alloh xayrini bilan yashaydi. Allohga barbık avul xo'jaligi xizmatchilari atom dengan bilan tebrik etamiz. Bu kunni tarmoq oldingilarına turli darajadagi hizmetlerden topshirildi. Arkadaşlar zapас часть складывали. Ellerinize güçlü kurken alkışlar kabul edilmesi. Minnehanova ilk hocalarının sıyır savuştusu. Ветеринарный врач болып işleyim. Агрофирмадан. Yıllar indi hazır. Rahmat bizimizдің жетекшілерге. Alsada ilgili ötesi kile. Yıllarımıza getirişine Abzalov bizning xo'jalik yetakchisi. Şolay oldu. Her vakit kengash so'rab aytganda oqsoqolimiz Salih abi Sultanov Sepey xo'jaligida ishlaydi. Ikki malay Gasaliklar dunyoda ikkinchisi avul xo'jaligini bitirib avul xo'jaligi produksiya yetishtirib ülkesinde ishlaydi. Agrofirmamızda logistikadaşım. Bu yıl birinchi o'ringa chiqdim. 2020 birinchi yildan beri xizmat ishladim, kombayndashim. Ana shaytinda yordamchi bo'lib ishlayman. Şundan beri kombayndayman, şey yıl. Malayım kombayna deydi akşamdır. Olsa, üçüncü yıl yardımcı başladı, kadar bize bakımda konuşuyor, şey yapmayı bakıyorum. Şimdi Sayın Sayfa'da agronomluğu burada 3. sezonu var. İşim men endi maktabda o'qiganda tilagim bor edi agronomlikda ishlarga. Shunga maktabni bitirgach men saylanib agronomiya texnikumida agronomlikda Bu yıl kampusda işledim, ambarda buluştum. Hizmet hakkım oldu. Neadi kuşadı. Yası valla işlerim gibi. Bayramni Tatarstanning xalq artisti Yilsaf ham rayonimiz san'at ustalarining jir beyillari bezadi.